Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, aziz obunachilar, charchamayapsizlarmi? Sog'-omonmisizlar? Sizlar bilan har doimgidek men Hasanman. Do'stlar, bugun sizlar bilan 15-qismda ko'rishib turibmiz. Nimaga video chiqmay qoldi? Ish to'xtab qoldimi deb juda ko'pchilik so'rashyapti. Yo'q do'stlar, ishlarimiz xudo xolasa avjida ketyapti. Ishlarimiz nimaga 2 kun to'xtadi? Chunki hozir shkatorka bo'lishi kerak, shkatorkadan oldin montaj bo'lishi kerak. Hozir usta akalarimiz kelishgan. Usta akalarimiz bunga telefon qilishuvdi. Biz qilib beraylik shu montajini, o'zimizni hisobimizdan bo'ladi, Alloh yo'lida. Biz ko'p masjidlarga shunaqa montajlarni qilib beramiz o'zimiz hisobimizdan. Mana shu uyga ham hissamiz qo'shilsin. Shunga iltimos kutib turing. O'sha juma kunga boramiz, hayit kuniga borib qilib beramiz. Deyishdi, opamizga ham shu hayitlik bo'ladi deb xudo xolasa akalarimiz kelishgan. Hozir montaj ishlari bo'lyapti. Yevro montaj qilib beramiz. Chiroyli bo'lsin, opamiz shu bizni duo qilib yursa bo'ldi deyishdi. Xudo xolasa do'stlar, hozir montaj ishlari boshlangan. Akalarimiz ertalabdan kelishgan. Xudo xolasa montajdan keyin ertadan shkatorkachi ustalarni gaplashamiz. U yog'iga ishlarimiz ketgan keyin do'stlar. Hozir oldingi ustalar nimaga shkatorkachilarni qilmayapti? Chunki ular shkatorkasini qila olmaymiz. Siz ko'nglingizdagiday chiqmasligi mumkin. Shuning uchun shkatorkaga boshqa usta qidirib ko'ring deyishdi. Endi shkatorkaga boshqa usta qidiramiz. Xudo xolasa sementlarni ertaga tushiramiz. Hozir bugun yomg'ir yog'adiganday bo'lib turibdi, bulut, osmon. Yomg'ir yog'ib qolishi mumkin. Ertaga sementlarni tushirsak, xudo xolasa shu bilan shkatorkachi ustalarni gaplashamiz va u yog'iga ishlarimiz tez ketadi. Opamiz ham shu yerda. Opa, salomlashib qo'ying obunachilar bilan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hayit bayramlaringiz bilan tabriklayman. Hammalaringizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Men bu yordam qilayotgan ustalardan ham Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizni duo qilib turaman. Rahmat hammalaringizga. Men juda ham xursandman. Shunday do'stlar, endi ichkarida qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Akalarimiz ko'p video olmang, videoga tushmasak yaxshi bo'lardi deyishdi. Endi ishlarni bir ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Voy xormangizlar. Sizlarmi? O'zi qayerdansizlar aka? Ha? Kitob? Qashqadaryoning o'zidanmi? Qashqadaryo bo'yicha qurilayotgan masjidlar elektromontaj ishini qilamizda, bepul masjidlar. Qashqadaryoda masjidlar hammasini o'zlaringiz hisoblaringizdan montajlarni qilib berasizlar, ha? Bepul xizmatimiz bepul, material olib berishadi. Material olib berishadi, xizmat bepul. Gap yo'q. Akalarimizga rahmat, duo qilib qo'yasizlar do'stlar. Shu opani ham uyiga hissamiz qo'shilsin, shu o'zimiz qilib beraylik deyishdi. Mana ishlarni boshlab yuborishgan. Bu mehmonxona bo'ladi do'stlar. Mehmonxonada montajlar bo'lyapti. Antenaga ham отдельный simlar tortib ketishyapti. O'zi 2 kun oldin materiallarni akalarimiz jo'natib yuborishgan. Materiallar keludi. Bugun xudo xolasa montajlar to'liq bo'ladi. Ertadan shkatorka ishlari boshlanadi do'stlar. Keyin do'stlar, shkatorkadan oldin eshik derazalarni ham qo'yib yuborish kerak. Shunda atkoslar olinib chotki joylashadi joyiga. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab turinglar. Eshik derazaga ham bir hadib borsanglar, xudo xolasa ertaga eshik derazalarga ham zakaz beramiz. Erta yo indinga tayyor bo'ladi, olib kelib o'rnatiladi. Shkatorka ichida bo'lib ketadi. Keyin eshik derazalar qo'yilsa, uyimiz juda ham chiroyli bir ko'rinishga keladi. Shkatorkadan keyin ayniqsa tayyor bo'lib qoladi pashti uyimiz do'stlar. Shuning uchun qo'ldan kelgancha eshikka, derazaga yordam qilmoqchi bo'lganlar, oz bo'lsa da o'zingiz hissangizni qo'shib keting. Xudo xolasa 3 ta eshik, 2 ta deraza bo'ladi. Derazalar 140 ga 120. Agar olib beraman deganlar bo'lsa ham eshigimiz 2 ga 90 bo'lyapti. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab moddiy tomonlama yordam berib turinglar. Agar kerakli summalar yig'ilsa, ertani o'zida
zakaz qilib olib kelib birdan o'rnatib tashlaymiz. Shikatorkachi ustalarni ham gaplashamiz, tezlashtirib bir 3 kun 4 kunda shikatorkasini ham polni qilib bo'lishadi do'stlar. Xullas ishlarimiz to'xtab qolgani yo'q do'stlar. Nimaga to'xtab qoldi deb kommentariy yozmanglar. ishlarimiz bu yoqqa ketgan 2 kun to'xtab qolgani shu shikatorkachi ustalar topilmadi. Keyin akalarimiz montaj qilib beramiz deyishgandan keyin biz 2 kun kutib turdik akalarimizni. Bugun mana qilishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ishlar yaxshi ketyapti. Bugun kun zo'r bo'layapti, lekin salqingina har kuni issiq bo'lardi. Bugun kun juda ham zo'r bo'layapti do'stlar. Bo'lmasa bugungi qisqacha videomiz shundan iborat bo'lyapti. 15-qism. Ustakalarimiz hozir 1-2 soatda bo'lib tashlashadi montajni. Montaj ishlari tugaydi. Ertaga xudo xolasa sementlarni tushiramiz. Ham shikatorka ishlari boshlanadi, ham eshik derazaga harakat qilishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun qo'llab-quvvatlab maksimal darajada layklarni bosib, yaqinlarga tarqatib, qo'ldan kelgancha 5000 so'mmi, 10000 so'mmi yordam qilib turinglar. Eshik derazalarni qo'yamiz va eshik derazalarni rangi qanaqa bo'lishi kerak? Uyimizda endi sariq rangda qilmoqchimiz. Endi travertinga o'xshatib, chiroyli qilib o'shanga qanday eshik derazalar tushadi rangi? O'sha молочныйmi yoki bo'lmasa shokolad svetmi yo mokriy asfaltmi, oqmi? Kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Birgalikda sizlar bilan maslahatlashib ish qilsak, uyimiz chiroyli bo'lib chiqaveradi do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa ertangi videoda sizlar bilan ko'rishamiz. Xudo xolasa ertangi videomiz juda ham qiziq bo'ladi. Hammaga rahmat.